Men hozir reelslardan ko'rib hozirgi qizlarga qanaqa bolalar kerakligini tushundim. Sizlarga ham tushuntirib beraman. So'kinmasdan juda qiyin bo'ladi hozir. Xullas bola oyligi bor, oyligidan 3 barobar ko'p pulni u qizga berib turish kerak har oyda. U qiz nimaga kerak pulni o'zimiz topsak deb fikrlay olish uchun, ishga chiqmagan holda, eng qizig'i, ishga chiqmasdan u qizga vaqtini sarflab, Instagramdan tashlagan har bitta videosini ko'rib, rostdan zo'r ekan deb qizil serdeska bilan atvet qilib turish kerak ekan. Instagramga kirmagan holda. U Instagramga kirsangiz bo'lmaydi ekan. Qizlarni ko'rib bersa ekan haligi. U bolaning ota-onasi bo'lish kerak ekan. Ayasi обязательно emas ekan. Ayasi bo'lsa ham shu yaxshi ko'rish kerak. Где-то bir geografiya ustozining uruvindanmi, bahchapasining uruvinde yaxshi ko'rish kerak ekan. Undan qattiq yaxshi ko'rish ham mumkin emas ekan. Shu endi men bir paytlar qiz bolalik bilan shug'ullanib, hozir aya nomiga chiqqan onalardan so'radim-da, mana shunaqa bolalar bormi o'zi rostdan desam, yo'q, unaqa bolalarda abort qilaveramiz dedi. Shuning uchun qizlar u osmonga tupurib peshonaga tushirish to'xtatinglar, yo'q ekan unaqa bolalar.